Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli obunachilar va bizni obuna bo'lmagan kuzatuvchilar diqqatiga. Hozirroq kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Navbatdagi obzorimiz ko'rib turganingizdek Labo mashinasi. Mashinamiz yangi 87 km yurgan edi. Aki 87 yuradi. 87 km yurgan yangi. Eng qizig'i akalar bu nechinchi kun chiqdi aka? 21-aprelda chiqdi. Qizig'i lekin hozir shortlar qaysi kunga, qaysi oyga beryapti aka? Iyullarga beryapti. Aka, qo'shnim bo'ladi, Hursan aka. Omadi kelib, bir kunda olib chiqdi. Ertalabda to'ladik. Abiddan keyin soat 3:da chiqdi. Aka, qiziq savolda. Necha pulga chiqdi? 96 million 370 ming. 96 million 370 ming. Hali nomer olinmagan yangi. Yo'q. Chiroyli nomer qadayapti, xudo xolasa. Xudo xolasa. Mashinamiz absolutni yangi. Eng qizig'i bunga mashina motorini uzoqroq ishlashligi uchun biz bunga propanda Euro 2 standartlariga to'laqonli javob beradigan original zapchaslar bilan qo'yib berganmiz. Hozir oldida registrovka jarayonlari ketyapti. Shoyatga qadirmay turavering, men videoga olaman. Qadirmay turavering. Zapravashnisini har doimgidek akkurat shu yerga qo'yib berganmiz. Eng qizig'i akalar, buni qishda ham, yozda ham mudohalasi yuradigan qilib qo'yganmiz. Yaxshi zapravashni, yaxshi balon hamda yaxshi reduktorlar bilan qo'yib berganmiz. Balon turish holatlari hamma yo'q zavodskiy qoladi. Hech qanday joyi siljitilmaydi. Просто bu yerda olinadigan narsa zapaska balon olib qo'yganmiz xolos. Eng qizig'i turetskiy reduktorlarimiz bilan xudo xolasa yillab xizmatini qilsa ham bo'ladi. O'z vaqtida reduktorundagi to'planib qoladigan yog'ni va mana bu joydagi filtrni almashtirib turilsa-ki bo'ldi. Xudo xolasa hech chiqarmaydigan frazalashni ishlaganlarimizdan foydalanganmiz. Mashina mana hozir shu turishda gazda soatda ishlab turgan holatda. Hammaga ham nasib qilsin yangi mashinalar. Kanalga obuna bo'lishda va like bosishni unutmaysizlar akalar. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib bemalol xizmatlarimizdan foydalanishingiz mumkin. Gazprom servislarga har doim eng yaxshisini ravo ko'radi.